Diqqat, yashil EcoStickers haydovchilar markazga kiritilmaydi va jarimaga tortiladi. Gap shundaki, 28-iyundan boshlab havoni ifloslantirayotgan avtomobillarga nisbatan nazorat yanada kuchaytiriladi. Agar mashinangiz qora tutun chiqarsa va ekologik me'yorlarga javob bermasa, ya'ni yashil EcoStickerga ega bo'lmasa, bunday avtomobillar uchun jarima 6 barobar oshiriladi va 1,2 million so'mgacha yetishi mumkin. Eng muhimi, ekologik talabga javob bermaydigan ayrim avtomobillar shahar markaziga kiritilmasligi ham mumkin. Shu sabab haydovchilarga tavsiya etiladi: avtomobilni texnik ko'rikdan o'tkazish, chiqindi va tutun holatini tekshirish va hujjatlarni oldindan tartibga keltirib qo'yish. Xo'sh, EcoStickerni qanday olish mumkin? mygov.uz saytiga yoki mobil ilovasiga kiring. Kirish tugmasini bosib, akkauntingizga kiring. Qidiruvga ekologik stiker deb yozing. Avtotransport vositasiga ekologik stiker olish xizmatini tanlang. Mashina ma'lumotlarini tekshirib chiqing. Kerak bo'lsa texnik hujjatlarni yuklang. Yetkazib berish manzilini kiriting. Pochta yetkazib berish to'lovini to'lang. Arizani tasdiqlab yuboring. Tayyor stiker 10 kun ichida pochta orqali uyingizga yetkaziladi. Videoni barcha haydovchi tanishlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Sizningcha bunday tartib havoni tozalashga yordam beradimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.